ormanlıktaki hayvanlar. Oynayışıptı. Taşqan şunundan buyan təkəbbürlük qılmaydigan boptu. Bayramlıq kiyimimiz giyib, bayram oynaş biz üçün nəyət çox güzəllik iş. Əlbəttə, şundaq Süheybə. Mana bugün sizin kiçik modellərdək bək çiraylıq olub getibsiz emasmı? Ondaq o stüvəndəki kiyim modelini birlikdə görüb baxamdıq. Buludu. Qani, mərhəmət.
Bulturki periştler meşrepedeki küçük yumurcamız istinizdi mi? Albatta esimda. Bugun shu kichik yumurchimizning yumurlaridan qangacha o'zdirilganmizda. Shunda qani marhamat. Bugün sizlarninki qutlug' bayram kuninglar. Shunaqo deyman. Sizlarga bayramlik azroq sovg'a taqash kelgandim. Shuni sizlarga deb beray bo'lamdi bolalar. Bir kuni shu Isamkamni yo'qlab kirsam, xafa o'tiribdi-da. Isamkam nima bo'lding? Nima xafalab qolding desam, "Voy, mas Cemilxon neden kendini langman? Meyfen, suikast etip durdu. Zeriktin bu tamaktan jüre başka aşkhanğa bağına dedi. Ha ma'qul deb bir aşkhanğa kirishimizga Isamkam, "Voy, nima tamak va?" dedi. Langman ba, suğaş va, gampan ba. Qarapaqa, Cemilxon maaşqan ishlayotamdi deydi. Endi sizlarning bayraminglar, endi sizlarga bayramga quruq kelmagansizlar bolalar. Ya. Ha? Onda sizlar nima qilib bermoqchi? Yumur sizləpəməkçi. Qani onda yumur sizlar biringlar. Asamlarga məsələyə şişdə yumur sizləpirəm. Bir günü iki bala dərəx çıxıb anbub uyumakçı bopdu da bir bar dərəxdən səkləpdi də unkeni birinci bal ikinci balğa sen manca anbub uyuyan ki sen manca sevməmsən dəbdi də o bal səl qoğancaqkən də mədə pişmiğalımı tosam dəbdi. Bir günü İslam mektep keçib qapdı da onun keyində müəllimi "Ey İslam Leylima" dəbdi. Onun keyində İslam "Laşa mən keçib qasam Leylima" dəbdi. Bir günü yolda işkiməz ketib bir əynek uçurub qapdı da birinci əynek birinci məs əynek qara "Vay bu kimdi bu tunis bir adam o" dəbdi. Onun keyində ikinci məs "Əgilən qarab qay" dəb əyneyi qulğıb "Uddut qalvan mənim tanımadığım bu mən o" dəbdi. Bir kuni Isamkam uy kirmedip iğil qirqapti da qarangun to'g'in topamay qalına qo'ygan bir tapga qalli Isamkamni tipga vaja to'xtib etdi debdi. Bir kuni Isamkam oshxonada tamoq kutib o'tsa endi samsiyotdan bir yigit ustamga chiqib ketibdi. Ustam, samsının içinde latı çıkıvatıdı o depti de. Ustam gep kılaydı gedil, Isam gep kıttı. Hey fukam, 10 tillik samsının içinde latı çıkmayı tavarış kattı o depti. Anam mehri kıyas, atam mehri kıyas. Men azaldım baktık, ata anam bulgaç. Ata anımız bizden tağda gülençkimiz, bizden mehribanımız. Shundaq, quloq solinglar, bir oila kishilarining baxtli go'zal sadoqati. Köz vakti geldi, zerge uğrab cahanni. Turnalar qaytdi emdiye, qanatıga esip yazdı. Turnalar qaytdi emdiye, qanatıga esip yazdı. Iftar kökte ezilip, avazları bek moğluq. Bir de köngün ezilip, qalı sen hemge tolup. Bir de köngün ezilip, qalı sen hemge tolup. Ötemuluk sayrışıp, qaytar çığım kütüdü. Misal hicran namnışıp, hayat yonda qıtıdı. Misal hicran namnışıp, hayat yonda qıtıdı.
sayrışıp Qaytar çıgan küftüdü Misal hicran alışıp Hayat şunda ötüdü 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 Çoğlardan alsam, zorda sabırlarımızdan anıyot acayip dumançkene. Shundaq, zo'rdan sabr bo'lmiz. Ana shu Anyurt romanining oxirgi bayonlarini sizlar o'qigan mana shu Farishta bolalar bog'chasida yozib tamomlaganki, qiynonda shu jarayonni o'z ko'zi bilan ko'rgan kishilarimizning og'zidan anglab baqandi. Muallim nima kitob o'qiyapsiz? Ataqlıq yazğıcımız Zordun Sabır'ның Anyurt romanını oxuyatıman. Mening kelganimni to'ymay o'qiyotganingiz qaraganda bu kitobning ichida qiziq hikoyalar bor-ku deyman. Şundaq, bu kitapta siz texi anlab baxmagan qiziq hikoyalar bor. He, mundaq kenda qaysi kuni dadammo bu kitobni berilib o'qiyotib ekan. Buni yozgan Zordun buvam hozirmi hayotmi? Yo'q, Zordun buvamiz bu mashhur romanning nashrdan chiqqanini ko'rmay turibla biz bilan manguga vidolashgan. Muallim, siz Zordun buvamni ko'rganmi? Men uni o'z ko'zim bilan ko'rgan. O texi bizning Farishta bolalar bog'chimizga kelib bir mazgil turgan va mana bu Anyurt romanning oxirini dal bizning bog'chimizning ustunki qavatidagi vaqtliq yoziqchilik ishxonasida bitirgan danga. Vah, Zordun buvamiz Farishta bolalar bog'chimizga kelgan damsiz. Nim degan yaxshi ish bu. Shu chaqdagi ishlarni deb bering, muallim. O 1998 yılının bahar ayları idi. Zordun buvamiz bizning bog'chimizning qurg'uvchisi Mamtimin Hacı'nın taklifi bilan bizning Farishta bolalar bog'chimizga ko'chib keldi. Bog'cha binosining 3-qavatidagi pokiza saramjonlashtirilgan vaqtliq ishxonasida o'ltirib, Anyurt romanining oxirini yozishga kirishib ketdi. Biz onun romanının köp qismini Shavkat Abdush Hacı Sarayda yozganligini, ammo izlab keldiganlarning ko'pligidan xotirjam yozish imkoniyati bo'lmag'achqa tinchroq o'rin izlab bizning qadimiy makon Farishta bolalar bog'chimizni tanlaganligini o'qib, intayin iftixorlandik. U to'liq xushchaqchaq va uchiq yo'ruq kishi bo'lib, yuqori gradusliq ko'zoynak taqqan. Ko'zlaridan mehribonlik nurlari to'kilib turadi. U kitob o'qishga, boshqalar bilan mungdishishga, chiniqishga bek ahamiyat beradi. Har kuni quyoshdan burun uyg'onib, hozirgi xalq maydoni o'rindagi bog'chani aylanib, badan chiniqtiradi. Harakatini tamomlagandan keyin bo'lsa, cho'nqur o'ylarga patqanicha ig'ir xiyollarni suradi. Ba'zida yozmoqchi bo'lgan kishilar bilan xiyolan so'zlashayotgandek o'z-o'ziga pichirlasa, ba'zida olli kimlarnidir izlayotgandek yiroq-yiroqlarga nazar tashlab turib ketadi. Muallim, Zordun buvam bolalarga marhamati. U bolalarga beyli amroqdi. Yeziqchilik qilib charchagan hamon pastga tushadi-da, sinflarga kirib, bolalar bilan chuchuk tillarda paranglashib ketadi. Cho'ngroq bolalardan tinmay sual sorsa, kichiklarni tangsuq gaplar bilan kuldiradi. Tanaffus vaqtida bolalarni to'yga tayloq qilib o'ynaydi. Uning bolalar orasidagi ashu suyimlik turqini ko'rgan har qanday kishi sabiy bolalardan ayrila olmay qoladi. U biror bolaning qag'ish qilib yig'layotganini ko'rgan hamon darhol ko'tirib oladi-da, yanchuqidan tatliq turumlarni chiqarib jimlaydi va uni chidamliq, botur, qaysar bola bo'lishga undaydi. Shu turqida u qiyofati surlik yozuvchiga emas, go'yoki qalbi quyosh haroratiga to'lgan kuyimchan bularga o'xshab qoladi. Zordun buvamiz shu yili 1-iyun bolalar bayramlik faoliyatimizga qatnashib, biz bilan birga muni xotira suratga tushgan edi. Demak, Zordun buvanglar ana ashundaq kichik beyil,
köyümcan, səbiylərinin sağlam, tetik, aqlliq o'sib yetilishiga ko'ngil bo'ladigan esil inson bo'lib, Pəriştidiki 1,5 aydan ortiq vaqtni ana shundoq ma'nilik o'tkazgan edi. U Urumchiga qaytish oldidagi muni ta'sirlik manzara faqat yodimdan chiqmaydi. Shu kuni u biz bilan ayrilishga ko'zi qiymayotgandek. Men romanimning oxiriga menga farishta sifat bolalar orasida yoziqchilik qilish fursati yaratib bergan qadimiy makon farishta bolalar bog'chisining ismini yozib, mangulik xotira qoldirman degan edi. Bizmi uni cheksiz qiyolmaslik hissiyotida uztib qolgan edik. Darvaqa u Anyurt romanining oxiriga G'ulja qadimiy makon farishta bolalar bog'chisi tamomlandi degan qurlarni putdi. Uning xuddi ko'nglimizdagini sezgandek, romanimning tunji nusxasini o'z qo'lim bilan sizlarga sovg'a qilg'ili kelaman deb umid bilan xo'shlashgan holati ko'z oldimdan ketmaydi. Shu kuni xo'shlashimizning mangulik vidolish bo'lib qolganligini kimmi o'ylagan deysiz? To'limi afsus. Rahimsiz ajal bu lafzi halol yozuvchini bizdan ayirib etgan bo'lsa-mu, uning bahar aftibidek kulib turgan chiroyi va nomi qalbimizdan mangu o'chgani yo'q. Zurdun babamning hikoyasini anglab, yozuvchi bo'lg'im kelyotdi. Men yozuvchi bo'la olarmanmi? Yaraysiz qizim. Farishta bolalar bog'chisining bolasiga xos gap qildigan. Mana tirishgan odam uchun dunyoda mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. Siz Zurdun buvingizni ulgi qilib, yaxshi o'qiydigan bo'lsangizlar, kelgusida uning izini besib, yozuvchi bo'la olishingizga ishonchim komil. Ro'yingiz kelsin Zurdun bu. Men sizni nurliq qadam izingiz qolgan farishta bolalar bog'chisida ta'lim ilib, texmi cho'ng bilim bog'chisiga qadam qo'yaman. Qalbimdagi go'zal arzu-armanimni qanot qilib, sizdek en sevgan yozuvchi bo'lishga tirishaman. Hürmetli mehmanlar, bizning bugungi balalar bayramlik san'at kechiligimizga yurtimizning faxrli qizi Sanobar Tursun Adimo alayda qadam tashrif qildi. Qanamiz qizg'in olqishlarimiz bilan uni sahnaga taklif qilaylik. Marhamat. Assalomu alaykum, qo'moq bolarim. Hammanglarning bayraminglarga muborak bo'lsin. Hurmatinglarga yana xalqimizning so'yimli shoiri Muhammadjon Rashidin yozgan tekstiga ishlagan naqsha Yoshni sunni taqdim etaman.
Rahmat. Daim bizni şıpıdak çalıştırdı. Bizden pöreklep içişimizde yaxşı saat hazırlap berdi. Biz gilde pörekler, gilde geçteyimiz. Qenamsa aşı xushbiroq kunlarni sahnaga taklif qilaylik. Qani, marhamat. Balalar cahanның körüki, balalar turmuşның zinneti. Qenam süvendiki balalar namlıq naqşıdın həməylə birlikdə özürünlaylı. Qeni, mərhəmət. Gururum var, vicdan var, yıkılsam destur alayman, çünkü men oğul balıman. Oy Dilyar, oğullarni acab mədiyləb getdiniz-ku? Elbette, mening bu maqtaşlarım bizning oğullarımızga azda qildi.
Ular özlerinin şu coşku ruhi bilen abdunum rayonluq san'at keçilikide o'rin alal deyemezmi? İşenmesin ularning karamatini sahnada bir ko'rib baqayli. Bo'ladi, qani, marhamat.